家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asqar。今天我们要学习的是第5单元的语法部分。Bugün öğreneceğimiz 5-ci qismninki grammatiksi. Onda xusu bugünkü grammatikka qarsak, cemi qanchisi bar ekan desek, ikkisi şunaqa. Birinchisi 动词的重叠 feelninki mushu qo'sh yezilishi. İkincisi 存在句 存在句. 那么这个存在句degan nima desek, 存在句deganimiz mavjudligini bildiradigan jumla. Ne就是说 ma'lum bir joyda ma'lum bir narsa bordir demoqchi bo'lsak, o'sha 存在句bo'lib qoladi. Buni endi ayrim-ayrim qarab boqaylik. Birinchisi 动词的重叠 feelni qo'sh qilib yozg'ili bo'ladi. Qo'sh qilib so'zligili bo'ladi. 汉语中有一部分动词可以重叠。那么汉语 tilda bir qism fe'llarni qo'sh qilib yozg'ili bo'ladi. 表示动作 bu qo'sh bo'lgan chaqda nimani bildirdi desak, shu harakatninki intayin, yenik, ixtiyoriy hamda yuz beradigan vaqtininki intayin qisqa ekanligini yoki bo'lmasa mundaq bir sinab beqish yuzidan qildiganligini bildirdi. Qandaq bir fe'lni qo'sh qilgan vaqtimizda, masalan, kan qara shunaqa kan 说听走deb mundaq degan bo'lsak, bu harakatlarni hozir biz qo'sh qildik-ku, bu qo'sh qilsak nimani bildirdi desak, mushu harakatninki intayin erkin, ixtiyoriy hamda yuz bergan vaqtining intayin qisqa yoki bo'lmasa sinab beqish mushtaq ma'nosida chiqadiganligini ko'rsatib beradi. 那么单音节重叠式一般是 AA 或者是 AEA， 双音节的重叠形式是 AB。 Bu nima degan so'z desak, bu fe'l yolg'iz bir xatlik bo'lib qolsa, shu qo'sh qilgan vaqtimizda, masalan, A degan bo'lsak, shu AA bo'lib chiqadi. A qilsak, masalan, kan bo'lsa kan, ting bo'lsa ting. Yoki bo'lsa A qilib o'tirganmanda, yidan birni qassaqmi bo'ladi. Kan yi kan, ting yi ting, shuo yi shuo, zou yi zou, xiang yi xiang degandek都可以. 这是bir xatlik. Ikki xatlik bo'lsa AB. Masalan, 打扫, bundaq uy tozalashqu, 打扫. AB ya. 打扫qilsa bo'lmaydi. 打扫. Andan keyin yana masalanga 收拾 也是bunda uyni jimiqtirish, 收拾. Andan keyin 研究 tadqiq qilish, 研究 degandek. 这些呢都是mushu fe'lninki qo'sh yezilishi. Fe'l qo'sh yezilgan chaqda shu harakatninki intayin, yenik, erkin, ozoda hamda qisqa vaqt yuz berdiganligini bildirdi. Shuning uchun biz mushu intayin muhim bo'lgan bir ishlarga kelgan vaqtimizda, nihoyat astoydil muomala qilgan ishlarga kelgan chaqda hargiz bu fe'lni qo'sh qilib demaymiz, bir tal qilib deymiz. Masalan, ati imtihon, uyga berib kitobni astoydil ko'ringlar desam, 明天考试，回家认真看书，认真看书 deyman. Bu yerda kan shu desak bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki atidagi imtihon nihoyat muhim. Bu yerda bir nuqtani biz mundaq bir tushuntirib o'tsam, mushu qo'sh qilib yozilishda sifatni qo'sh qilib yozg'ili bo'ldi. Masalan, xo'shal desak gao xing deymiz-ku. Nima nihoyat xo'shal desak gao xing. Kai xing xing. Yoki bo'lmasa chiroyli bo'lsa piao liang. Yana nima deymiz? Masalan, pakiz desam gan jing degandek. Nima sifatni qo'sh qilgan vaqtimizda AABB qilib, shu bir xatdan qo'sh qilib bangamiz. Bu kuchaytib mangadi. Kuchaytidi. Masalan, pakiz desam ganjing, pakiz desam gan jing.
chiroyli, 漂亮. Chip-chiroyli desam, 漂漂亮亮. 那么 iniq desam, 清楚. ip-iniq desam 那就是清清楚楚 bo'lib ma'noda. 那么这些是 suhbatninki qo'sh yezilishi. Bu darajani oshiradi. Darajani oshiradi. Nima lekin bu pilni biz qo'shiqqa vaqtimizda darajasini tuvanlashtirdi. Bir xil erkin, mundaqli bir xo'shaqqan holatda qilib qo'ygan bir ishtaklam. Masalan, 我这样子去走一走，或者是想一想 degan bo'lsa faqat bir o'ylab beqing. Nima buningda bek astoydil bir o'ylab ketishi yo'q. Tushundingmi savoqdoshlar? Amsa bu yerdagi bu misolga bir qarab baqsak. 我可以试试这件衣服吗? Men bu kiyimni sinab baqsam bo'lamdi. Bu yerdagi qo'sh yozilgan fe'l qaysi desak, 试试. 试试. Nima, 我可以试这件衣服, 试试这件衣服吗? Nemishqa 试试ni ishlatamiz? Chunki bu kiyimni sinab baqsam, men bu kiyimni bu yerda 1 soat, 2 soat, hatto 1-2 kun kiyib olib sinaydigan ish yo'q. Ustimga kiyib baqaman, rahatmi, dalmi, dal emasmi, yarashdimi, yarashmadimi, anandaki yeshitma. Nima bu vaqt intayin qisqa. Bunda sinab beqish ma'nosida chiqadi. Shuning uchun 试试 deb ishlatamiz. Ikkinchisi, 他可以看看这本书吗? U bu kitobni ko'rib baqsa bo'lamdi. Kan deb birini ishlatgan bo'lsam, 他可以看这本书吗 desak bu kitobni ko'rsa bo'lamdi. Ma uyg'urcha ma'nosi o'xshash chiqadi-ku. Lekin kan deb bir xatni ishlatgan vaqtimizda bu nimani bildirdi desak, bu kitobni uzunroq vaqt, ya'ni boshdan oxirigacha degandek, mundaq ko'gil bo'ladi. Bir xatni kanni ishlatgan vaqtimizda. Nima? 我可以从头 一直看到尾. Lekin kan degan vaqtimda cho'qim men bu kitobni elib, qo'limda bunda bir ko'rab beqib, varaqlab beqib qaytirib berishimiz kerak. Nemishqa desak, kan fe'l qo'sh yozildi. Qo'sh yozilgandan keyin bu harakat qisqina vaqt bo'lish kerak. Shuning uchun buni vaqtini siz uzartib olsangizmi bo'lmaydi. Tushundingmi? Amsa uchinchisiga qarab baqsak, 小王想试一试这双鞋. 那小王 bu oyog'ini sinab baqisi ekan. Nima? 试一试 bu yerda a qilib chiqibdi-ku. Bu a bo'lsa, shu a bilan ikkisi o'xshash bo'lib chiqadi. Yeshi bu yerda mi o'xshash? 小王 bu oyog'ini sinab baqidi, balkim kiyib u yerdan bu yergacha miyib baqidi, uningdan ortiq bo'lib ketsa bo'lmaydi. Ha, 这是第三个，第四个. Bu ikki xatlikkan 介绍, nima 介绍bo'lib chiqibdi-ku. 我想买部手机，你给我介绍介绍. Mening bir nima setib ba, yanfon setib ba, siz menga bir tunishtirib o'tsangiz. Ha, bu yerda 介绍, ya'ni 介绍. Mushu 介绍deganimiz mushu 介绍ni qo'shqilg'ini, shunaqo. Nima? 介绍 degandan keyin qandoq bo'lish kerak? Bak uzun, tafsiliy bo'lib ketmaydi. Masalan, bu yanfon olganda demak,就是bir 2-3 minut atrofida tunishtirsa, 就可以了. Uningdan ortiqmi bo'lib ketmaydi. Nima, 这是这个动词ninki qo'sh yozilishi. Mushu 动词 fe'lni qo'sh yozgan vaqtimizda nima bilan o'xshaydi desak, mushu 动词ninki keyniga bir 一下. Masalan, 介绍一下 deymiz-ku. Ashu 一下 qaytilg'ini bilan o'xshash. Masalan, 看ni 看一下. 试一试 degani 试一下. 介绍一下. 动词ni qo'sh yozganimiz ashu 动词ning keyniga 一下 qaytilishi bilan o'xshash. 看看 和看一下, 尝一下, 听一下. 然后呢, 说一下, 介绍一下. Hammasi o'xshash. Yana bir qatim 动词 fe'l qo'sh yozilgan vaqtida shu harakatninki yenik, erkin, qisqa ekanligini bildirdi. Ha, unda bo'lsa bu bizningki bugungi birinchi grammatikimiz. Endi ikkinchisiga qarab baqsak, 存在句. 存在句. 那就是 mavjudligini mushu bildiradigan jumla. Shunaqo. Ha, unda bo'lsa, buningda qanday debdi?
动词有是在都可以表示存在。开始مش پیل有دیگه بخواد شر دیگه بخواد زای دیگه بخواد مش üçlisi mevcut ekanligini bildiradi. 它们做谓语时句子的语序分别是 那么 bular cümlenin içinde müşü xabar bo'lib kelgan vaqtida bu cümle qanday chiqadi desak müşü有 bilan shini ishlatsak 某处有某物 yoki bo'lmasa 某处是某物 那就是 ma'lum bir joyda ma'lum bir narsa bor deganni 某处 degan ma'lum bir joy 有 andin 某物 ma'lum bir narsa yoki odam 某人 是 o'xshasa 某处是某人 oldiga avval o'rni andin bor andin narsa zayni ishlatgan vaqtimizda 是 zay degan doda toda 那就是 ma'lum bir narsa ma'lum bir joyda oldiga narsa keyingi joy keladi Yo bilan shida oldiga joy, o'rin, keyingi narsa. Zayda oldiga narsa, keyingi o'rin. Shu vaqtida 某物在某处 某物在某处bo'lib ma'noda. Masalan, misolga qarsak, jo'zining ustida bir kitob bor, najusha bir yerda bir narsa bor. Demakchi bo'lsak, avval o'rin bir yerda bor bir narsa bo'lib chiqadi jumla rad tartibiga. Jo'zda bor bir kitob. 桌子上有一本书。桌子上有一本书。İkincisi, 学校对面是中国银行。Ne? Mektepning uduli bolsa, 学校对面是中国银行, 中国 bankası. Üçüncüsü, 妈妈在家. Bu narsa falanchi joyda. Zayni ishlatib tushunag'u. Ma'lum bir odam yoki ma'lum bir narsa ma joyda. Najusha, nima, kima, mama, nada, 在家 uyda. Mama 在家. En ahirkisi 手机在包里。手机在包里。好，telefon sumkaning ichida. 这个呢是存在句，那就是说 ma'lum bir narsa yoki ma'lum bir odamningki joyini so'zlamoqchi bo'lsak, qayerda nima narsa bor ekanligini demoqchi bo'lsak, mushu 有 yoki 是 yoki mushu 在 degan jumlani ishlasak bo'ladi. Masalan, ma'lumning qo'lida nima bor, kitob bor desak, 老师手上或者说老师手里有一本书。老师手里有一本书。有ni ishlatsam nim bo'ldi? Avval o'rin, andin narsa. 那是ni ishlatsam o'xshasha. 老师手里是一本书。那么bu jumla muallimning qo'lidagisi bo'lsa, bir kitob. Andin zayni ishlatgan bo'lsam, narsa oldiga keladi, o'rin keyiniga keldi. Shu vaqtida kitob muallimning qo'lida. Nima narsa? Kitob. Nada? Muallimning qo'lida. 书在老师手里。书在老师手里bo'lib chiqadi. Xo'p, buni tushundikmi saboqdoshlar? Musharat tartibini aniq bilib olsak, 应该就可以了. Ondan bu yerda bir 小提示, bir kichik eskartish bor ekan. Bu eskartishga qarab baqsak, 用有表示存在的句子跟用是表示存在的句子不同之处有以下两个方面。那么bu nima degan gap desak, ustidan qarasak, ma'lum bir joyda ma'lum bir narsa bor yoki ma'lum bir joydagisi bo'lsa yana bir narsa desak, 某处有某物 yoki bo'lmasa 某处是某物 ekan-ku. 那bu 有 bilan 是 ikkisininki qanday farqi bor? Ikki nuqtada farqi bor. Birincisi, 用有的句子宾语不确指，而用是的句子是可以确指的。那意思bu nima degan gap desak, masalan, ma'lum bir joyda ma'lum bir narsa bor dedik-ku. 某处有某物, masalan, mening oldimda odam bor. 我前面有人
Mening oldimda odam bor. 我前面有人. 那么有 degan bu so'zni ishlatgan vaqtimizda mushu yo'ning keynidagi to'ldirg'ichi mushu narsa aniq bo'lmasimi bo'ladi. Mening oldimda odam bor degan bo'lsam, masalan biz bunda qiliqi rad tuturmizga bir narsalarni setib olgan vaqtimizda. Nima shu vaqtida ba'zilar so'raydi, "Menda odam bormi, 这里有人吗?" deb. 我说这里有人 dedim. Nima nemishqa 这里是人 demadim. Chunki bu yerda 有人 degan vaqtimizda bu yerda odam bormi yo'q? Bor. Lekin kim u? Uqmayman. Borligi aniq, lekin shu narsaningki aniq qaysi ekanligini bildirib bermaydi. Chunki aniq bo'lmagan chaqda yo'ni ishlatamiz. Aniq bo'lgan chaqda shuni ishlatamiz. Masalan, men bu oldimda, masalan, mening oldimdagisi bo'lsa, go'zal nur bo'lgan bo'lsa, Nece şu piruşomuş, sınıfın içinde oltadık, mening oldimda o'tdag'ini güzel nur. Bu yerdagi bu güzel nur aniq mı, aniq emasmi? Aniq. Bu yerda 我前面有这个美丽 güzel nurni 美丽 deb turlar. 我前面有美丽 desak bo'lmaydi. 我前面是美丽. Mening oldimdagisi bo'lsa 美丽. Xo'p, nima 就是说有 degan bu so'zni ishlatgan vaqtimizda mushu shaxs aniq bo'lmasimi bo'ladi. Lekin aniq bo'lgan vaqtida shuni ishlatamiz. Masalan, mening udulimda bir banka bor. 我对面有一个银行. Mening udulimda bir banka bor. 我对面有一个银行. Mening udulimda banka borligi bor. Lekin bu zodi nima banka? Uqmaymiz. Aniq emas. Shuninga bu yerga 有一个银行 dedim. Agarda mening udulimdagisi yeziglik bankasi bo'lgan bo'lsa, bu yeziglik banki aniq bo'ldi. Bu vaqtida men nimani ishiltaman? 是. 我对面是农业银行. Mening udulimdagi 我对面是农业银行bo'lib chiqadi. Tushundingmi? 有 ning keyindagi to'ldiruvchi aniq bo'lmasimi bo'ladi, 是 ning keyindagi to'ldiruvchi aniq bo'lishi kerak. Ondan menda yana nima debdi? Aslida bir misol olibdi-ku. 因此不说 mandaq desak bo'lmaydi deydi. 教室旁边有老师的办公室. Sinfning yonida muallimning ishxonasi bor deb desak bo'lmaydi. Nemishqa? Chunki muallimning ishxonasi bu aniq shaxs. Shuning uchun bu yerda nima deyishimiz kerak? 教室旁边是老师的办公室 deyish kerak. Aniq bo'lganlik uchun. Xo'p, endi ikkinchi o'xshamaydigan yeri 用有的句子只说明某处存在某人和某物，而是的句子是已知某处存在某人或某物，而要进一步说明是谁或是什么。其实bu bayam deganimiz, bayam yana deb bo'ldim buni. Yo'q degan vaqtimizda bir yerda faqat bir narsaningki bor ekanligini ham so'zlaydi. Nima shuni ishlatgan vaqtimizda mushu narsaningki kim o yoki nima ekanligi aniq deyilish kerak. Chushan, bayam dedim, mening oldimdagisi go'zal nur degan bo'lsam, bu go'zal nur aniq chiqib bo'lgandan keyin men shu deyishim kerak. 我前面是美丽的. Agarda go'zal nur demasam, u go'zal nur odam bo'lgandan keyin men nima deyman? Mening oldimda odam bor deyman, shu 我前面有人 desam, bu ren aniq emas. Bu yerda cho'qim yo'ni ishlatishimiz kerak. Mening oldimdagisi odam deb 我前面是人 desam, 这句话就不对了. Bu gap sal bir xil qandaq deymiz? Boshqacha, sal odamga tetmaydigan, andan keyin sal ancha-muncha odamni xafa qilib qo'ydigan, ashundaroq bir ma'nosi bo'lib qoladi. Ha, 所以说 shaxs aniq bo'lgan vaqtida shuni ishlatamiz. Aniq demagan vaqtingizda yo'ni ishlatamiz. Mening oldimda bir mashina bor desam, 我前面有辆车. Nima lekin bu mashina kimning mashinasi? Qandaq mashina? Bilamdim, bilmayman. U vaqtida men faqat yo'lchi olam dedim. Agarda mening oldimdagisi olimning mashinasi, bu aniq bo'ldi-ku. Bu vaqtida 我前面是阿里木的车 desam bo'ladi. Unda bo'lsa biz shu bugungi grammatikani hisobda bir qanday holda o'tkazib bo'ldik desak bo'ladi. Nima? 接下来我们呢把
把我们今天学的这个语法的内容 bugungi mushu grammatikasininki nimasi ostidagi jumlalarni bir o'qib o'tkazib olsak, unda bo'lsa birinchisi qaysi 动词的重叠 başladık. 我可以试试这件衣服吗? Ben bu kiyimni sınab baksam bulamdı. 我可以试试这件衣服吗? 他可以看看这本书吗? O bu kitabni ko'rib baksa bulamdı. 他可以看看这本书吗? 小王想试一试这双鞋. 小王bu ayakni sınab baksa bayken. 小王想试一试这双鞋. 第四个，我想买部手机，你给我介绍介绍. Ben bir yanfon setib olmoqchi, siz menga bir tunishtirib bersangiz. 我想买一部手机，你给我介绍介绍. 好，endi第二个存在句。桌子上有一本书. Stolning ustida bir kitob bor. 桌子上有一本书. 学校对面是中国银行. Maktabning uduli bo'lsa Jungo bankisi. 学校对面是中国银行. 妈妈在家. Opam uyda. 妈妈在家. Yanfon sumkaning ichida. 手机在包里. 手机在包里. 好，这是我们的语法内容. Endi bugungi文化小贴士가 bir qarab baksak, bugungi nima? O'sha madaniyat eskartmasiga bir qarab bakaylik. Bu yerda bir nima bor ekan? 成语故事. 成语故事deganimiz turaqliq iboya hikoyasi. 故事degan hikoya. Nima bu qaysi hikoya ekan? 守株待兔 degan hikoya ekan. Saboqdaşlar anlab bakkanma? 守株待兔. Qaysi? 就是daraxt tüvide toshqon kutmak. Daraxt tüvide toshqon kutmak degan hikoya ekan. Nima bu hikoyaga bir qarab baksak? 从前有个农民在田里种萝卜. Burun bir dehqon nada? Mushu etizlikning ichida nima teribdi? Turib teribdi, ha? 他累得满头大汗. Mushu yerib, charchab, mushu boshlari degan hamma yeri talab, chiliq tavib ketibdi. 正在这时, dal mushu vaqtda 忽然跑来一只野兔. Tuyuqsiz bir nima yov toshqon yugurib kelibdi. 一头撞在旁边的大树桩上. Ashu Mushu yenidagi bir yo'g'on ko'tak bor ekan, ashuning boshchilablan berib usibdi-da. Nomin zo'g'uvchi yukan. Bu dehqon yugurib berib qarabdi. 兔子撞死了. Bu toshqon bu mushu ko'takka usiblan o'lib qolibdi. Nomin 很高兴呀. Buni ko'rgan bu dehqon degan shunda xo'shilab 把野兔捡了起来. Bu yov toshqonni ko'tarib 晚上就把野兔吃了. Keshugan chaqda bu toshqonni qanday kavob qilib yeyibdi. 他想 o'ylabdi-da. 要是每天都有一只野兔吃, 该多好啊. Agarda kunda mushtaq yov toshqondan birsi bo'lsa, nima degan yaxshi? 好, ikkinchi kuni, 第二天, 他到地里不劳动了. Na o etizlikqa berib nima ish qilibdi? Hech nima qilmabdi. Bu yerga kelib endi bundaq ishlashga xush yoqmabdi. 坐在大树下等, ashu daraxtning ostida o'tirib saqlabdi. Nimani saqlabdi? 希望再有野兔跑过来, yana bir ashu yov toshqon yugurib kelib, 自己撞死在这个大树桩上. Yana mushu daraxtniki ko'tikiga yana bir usiplab o'lib qolsam, yana bir toshqon terib ketsam, deb shu toshqonning o'zi kelishini kutib turibdi. 好，他等了一天又一天, bir kun saqlabdi,
2 gün saklaptı, sakla veripti. Yetu, 没有再来. 那么 bu toşkan kelmepti. Kılıbı, 全部哭死了. Lekin bunun terigan bu turuplarımız kanda koptu, kurup ölepti. 好，那么这个故事告诉我们，bu hikaye bizge nimeni dep bermekçi desek, 只有通过自己的劳动才能有所收获. Fakat siz öz emgekiniz bilen bir işni kılgan vaqtыңızda andın şu nerseden siz özünüzge bir neticege erişeleysiz. 否则终将一无所获，留下终身遗憾. Bolmasa hiç qandaq nersige erişemeysiz hem de mengü pişaymanda kalırsız. Bu nim demekçi sabahtaşlar? Bu nazır şu ameliyatki turmuşumuzga ekelsek, biz kundu üzüm piş, ağzımga çüş dep otasak bolmaydı degen gap. Ne şu qandaq qılın, hareketlenin, işlang, emgek qılın, ügüniş qılın, andın özünüzdeki kelgüsünüzni, hayatınızını teximi güllendireleysiz. Hem arzu armanlarınızını emelge aşıralaysız. Yol uzun mu? Uzun emas. Qandaq bolganda aldıga çamdap, qadam besip, manganda uzun yol uzun emas boludu. Yol uzun mu uzun emas? Uzun. Qanda bolsa uzun. Siz faqatmi bir çamdan almışsınız, mışı joyingizda qıytıvasınız. 1 metr yol bolsumu o sizge şunçilik uzun yol toyulup ketidi. Şuning uchun har qanday bir ishni qilgan vaqtimizda birinchidan harakatlanishimiz kerak, ikkinchidan qandaq mushu o'zimizning emgiki bilan erishgan narsamiz andin o'zimizga tava bo'lib mangdi. 好，那或是sabahtaşlar，我们今天的课就先上到这里。同学们，作业呢还是造句？topshiriqimiz yanala cümle tuzish. Andin mushu hikoyani qandaq bayon qilib boshqa bir odamga deb beralsak 更好. Unda bo'lsa bugungi darsimiz bir şeygacha bo'lsin. 同学们，下一期